Hammaga assalomu alaykum. Tradingda ikki xil tahlil bor tan olingan. Birinchisi texnik analiz, ya'ni mamlaqa har xilcha chizmalar orqali biz savdoga kiramiz. Ikkinchisi esa fundamental analiz, ya'ni iqtisodiy, siyosiy, shunga o'xshagan qanaqadir dunyoga tegishli yangiliklar chiqishi mumkin. Bugungi mavzu aynan fundamental analiz haqida bo'ladi. Misol uchun, любой bitta parani olib, instrumentni olib, grafikka ahamiyat bersanglar, mamlaqa kuchli tushish yoki ko'tarilish ko'rishinglar mumkin. Bu juda ham katta masofa bo'ladi. 200-300 punktdan yurib berishi mumkin kamida. Va ko'p hollarda aynan fundamental analiz sababchi bo'ladi. Lekin boshqa sabablari ham bor. Esingizda tutinglar, kutiladigan yangiliklar bor. Ya'ni hozir o'shani sizlarga ko'rsatib beraman va kutilmaydigan yangiliklar bor. Kutilmaydigan ko'pincha salbiy bo'lib chiqadi. Misol uchun, Amerika davlatida oladigan bo'lsak, endi dollarga tegishli to'fon yoki urush, tornado, tsunami nimadir shunga o'xshagan baxtsiz hodisalar bo'lishi mumkin. Bu albatta bozorga ta'sir qiladi. Bozor hamma narsani inobatga oladi. Dunyoda nima bo'lsa, bozorga albatta ta'sirini ko'rsatadi. Va umumiy yangiliklar bor. Misol uchun, odatda dollarga qarab chiqadi. Dollar har bir instrumentga bog'liq va mamlaqa alohida, misol uchun, aksiyaga kirishimiz mumkin. Misol uchun, mana Lukoil olaylik. Faqat shu Lukoilga tegishli ham yangilik chiqishi mumkin. Odamni sonini qisqartirdi kompaniyada yokida o'rin bosari almashdi. Bu ham albatta shu aksiyaga ta'sirini ko'rsatadi. Yoki misol uchun Bitcoinni oladigan bo'lsak, Qozog'istondagi vaziyatni o'zingizlar esingizga olsanglar, mana shu 2022-yilning boshida Qozog'istonda ozgincha to'polon bo'lganda Bitcoinga bu qattiq ta'sir qilgan, chunki Qozog'iston ham mana shu kerakli o'rinni egallaydi, aynan mining kriptovalyuta yo'nalishi bo'yicha. Shunga o'xshagan yana hodisalar ko'p bo'lgan. Hop, fundamental yangiliklarni, aynan kutiladiganlarni qatdan ko'rishimiz mumkin. Kutilmaydigan fundamental yangiliklar, sizlar kutmagan mana shu baxtsiz hodisalar ko'pincha bo'ladi. Har doim kuchli bo'ladi kutiladiganlardan ko'ra. Misol uchun, poiskga kiramiz. Birinchi o'rinda men ko'radigan sayt bu investing.com. Shunga kiramiz va bu universalniy sayt bo'lib hisoblanadi. Ya'ni har xilcha yangiliklarni ko'rib o'qishinglar mumkin. Mana prosta mana bu yerda kotirovkalarga kirasizlarmi, har bir qanaqadir instrumentga tegishli bemalol o'ziga yarasha yangiliklarni o'qib chiqasizlar yoki kriptovalyuta bo'ladimi yoki umumiy mana bu yerda novostini bosishinglar mumkin. To есть juda ham ko'p bu yoqda har xilcha ma'lumotlar bor. Mana yangiliklarga bosib turib ham bemalol kirib, bugungi mana 6 minut oldin chiqqan ekan, mana bu yangiliklarni ko'rishingiz mumkin. Aksiya Sitayam uchib ketdi deyapti. Endi bunaqa aksiyalarda savdo qilmaymiz. O'zingizlar qaysi instrumentda savdo qilsanglar, o'shanga tegishli yangiliklarni o'qib chiqishinglar mumkin. Texnik analiz bilan ham savdo qilishinglar mumkin. Ko'pincha texnik analizda savdo qiladigan treyderlar fundamental analizga aralashmaydi. Ya'ni qanaqadir fundamental yangilik chiqadigan bo'lsa, ular umuman bozordan chiqib ketadi. Chunki ular faqat texnikda savdo qiladi yoki alohida fundamental analizni kutadigan treyderlar ham bor. Bizga asosan ma'lumot kerak. Mana ekonomik kalendar, shuni bosamiz va buni ozgincha sozlab olishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun filtrga kiramiz. Mana hamma bizga kerakli paralar, misol uchun mana Xitoy, Italiya bunaqa instrumentlarda ko'plar savdo qilmaydi. Olib tashlashingiz ham mumkin. Agar GBP da savdo qiladigan bo'lsangiz qoladi misol uchun. Kerak masalan olib tashlaysizlar va belgilashingiz ham mumkin. Mana aynan qaysi yangilik sizlarni qiziqtiryapti. No, bizda hozir hammasi qolish kerak. Bizga eng muhimi 3 ta yulduzcha. Ya'ni bu degani eng muhim yangiliklarni ko'rsatadi. Qancha yangilik muhim bo'lsa, shuncha bozor yaxshiroq yurib beradi. 2 ta yulduzcha uncha e'tiborga ega emas. Bitta yulduzchalik ko'pincha bozorga umuman ta'sir qilmaydi. 3 tani belgilaymiz, obnovitni bosib o'ramiz.
Endi biza vaqtni to'g'irlashimiz kerak. O'zbekistonda yashaydiganlar uchun +5 Yekaterinburg yokida Karachi va mana o'sha yengilliklarni ko'rishingiz mumkin. Odatda mana shu dollar yengilligi eng kuchli bo'ladi, chunki dollar ko'p valyutniy paralarga yoki ko'p instrumentlarga bog'liq bo'lib turadi. Ko'plari dollar bilan kurashadi, ya'ni masalan dollar ko'tarilsa Bitcoin tushadi yoki dollar ko'tarilsa tilla tushadi yoki teskarisi bo'ladi. Shu indekslarga qarshi, aksiyalarga ham qarshi dollar ishtirok etadi. Xo'p, nanedelu xohlasanglar bu hafta ko'rishingiz mumkin qanaqa yangiliklar bor. Endi bugun chorshanba o'tib bo'ldi. Ertaga mana payshanba. Rubl bizani qiziqtirmaydi. Bizani masalan dollar qiziqtiradi. Mabodo agar sizlar ruschani bilmasanglar, bemalol mana bu yerda tilini o'zgartirishingiz mumkin. Google, Yandex yoki Operani o'zi ham o'zbekchaga tarjima qiladi. Bu yoqda yo'q ekan o'zbekcha. Shuning uchun xohlasanglar, kim inglizchani bilsa, unda inglizchaga o'tkazasizlar. Xo'p, ertangi yengilliklarni ko'radigan bo'lsak, aynan dollarga ahamiyat beramiz. Maslahatim faqat dollarga qaranglar. 6:30 da bizani vaqtimiz bilan +5 3 ta yulduzcha turibdi. Первичные заявки на пособие по безработице. Bu yoqda yengilliklar ko'p. Asosan bir oyda bir marta chiqadiganlar. Qaysiri ta'sir qiladi bozorga, qaysiri ta'sir qilmaydi. Va mana bu yerda foizlar turibdi. Mana prognoz. Foiz oldin prognoz beriladi. Mana bu yerda уже foizlar chiqib bo'lgan, chunki bu yengilliklar o'tib ketgan. Agar ertangi kunni qaraydigan bo'lsak, mana prognoz turibdi. Lekin mana bu yerda fakt chiqmagan. Действительный, ya'ni fakt. Ya'ni agar dollar oladigan bo'lsa, misol uchun 234 turibdi. Shundan ko'proq chiqsa 250 ming. Endi bu yengillikka qarabdi. Qaysidir yengillikda ko'proq foiz chiqsa, dollar ko'tariladi. Endi yengillikni ma'nosiga qarab, qaysidir yengillikda kamroq foiz chiqsa, dollar tushadi. Asosan yashil ko'proq tursa, mana bu yerdan qancha ko'p foiz bo'lsa, mana bunga qaraganda shuncha dollar ko'tariladi. Asosan shunaqa oddiy qilib tushuntirganda. Ertaga faqat shuni ko'rsatyapti. Juma kunni qaraydigan bo'lsak, mana non farm turibdi 6:30 da bir vaqtda o'zida 3 ta kuchli yengilliklar chiqyapti. Bu ishsizlar, o'sha ishsizlar joyi soniga tegishli yengillik, bu eng kuchli hisoblanadi. Endi kimdirlar FOMS kuchli deydi, kimdirlar CPI kuchli deydi, lekin asosan non farm birinchi o'rinda turadi. Bu ham xuddi shu mana. Hop, keyingi haftani ham bemalol ko'rishingiz mumkin. Mashti qarab turib orientir qilasizlar. Bu birinchi sayt investing.com. Registratsiya o'tmaganman, chiqib ketdi. Ikkinchisi Forex Factory. Eng mashhurlardan biri. Forex Factory'ni ham asosan ishlashi xuddi shunaqa. Filtrga kirasizlar, qizil bu kuchli yengillaydigan mamutlarni olib tashlaysizlar. Mamutda o'zingizga kerakli yengilliklarni endi hammasi tursa yaxshi, применить qilamiz va vaqtni to'g'rilab olasizlar. Qaysi kunni qaramoqchisizlar? Bo'ldi. Xuddi shu yengilliklarni ko'rsatadi mana juma kuni non farm. Bu yoqda ham bir vaqtda o'zida 3 ta yengillikni ko'rsatyapti. Endi bu yoqda sal ko'proq ko'rsatyapti. Asosan bularni ma'nosi bir. Yokida Bloomberg sayti bor. Agar kutilmaydigan yengilliklarni ko'rmoqchi bo'lsanglar, Bloombergdan срочный ko'rishingiz mumkin. Mana bu ikkalasi kutiladigan yengilliklar Bloombergda prosta o'zingiz uchun bemalol qanaqadir bozorga tegishli yengilliklarni o'qib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Hop. Yengilliklar juda ham ko'p. Mana shu non farm birinchisi, FOMS bor, jonli efirda gapiriladigan, ularning vaqti har xilcha, hammasi ham 6:30 da chiqmaydi. Hozir kunlar issisi, mana bu yerda vaqt suriladi. Amerika vaqtini bilasizlar, 1 soat oldin, 1 soat keyin bo'lib surilaveradi har yili. 5:30 da bo'ladi уже. Uchinchi yengillik inflyatsiya, ya'ni CPI, PPI bor. Qurilishlarga tegishli yengilliklar bor. Hammasi ham har oy yaxshi ishlab bermaydi. Bu foizga qarab ishlanadi va yengilligiga qarab ham, yengillikning kuchiga qarab ham ta'sir qiladi bozorga. Ya'ni qancha kuchli yengillik, qancha ko'p foizli bo'lsa, demak bozorda mana bu yerda juda ham kuchli harakatlar bo'ladi. Mana bu yerda hozir katta grafik turibdi, 4 soatlik time frame, ya'ni har bir shamchi 4 soatdan agar kichkinalashtirsak, misol uchun
tarixga ahamiyat beradigan bo'lsak, qattiq texnik analizga umuman aloqasi bo'lmagan joylarda yaxshigina yurishli bo'lgani, mana bu tilida misol uchun bu hozir kichkina ko'rinyapti, lekin tilida savdo qiladiganlar juda ham yaxshi biladi, kichkina yurib berish ham katta foyda yoki zarar olib kelishi mumkin. Shularni oldindan ko'rsanglar, agar yengillikda ishlashni bilmasanglar yoki pulim slif bo'lib ketmasin desanglar, shu saytlarni kuzatinglar, maslahatim. Keyingi darslarda albatta mana shu har bir yangiliklarni ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Hammaga omad.